ko'zlari zil. Oynali jahonga boqsangiz do'stlar, qalpoqda ko'rinadi baribir bir. Qalpoq, 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 yaxshiga soyabon, boshpana qalpoq. Qalpoq, 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 yomonlar boshiga misoli to'qmoq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz, uzugim tushib ketdi. Olib berib yuborolmaysizmi? Shuni? Ha, xuddi shu. Hop, mana men. Voy, bilasizmi, qo'ldan qo'lga berib bo'lmaydi. Hop. Irini bor. O'zi taqib qo'ying. Hop. Mana. Menga berilgan vakolatdan foydalanib, men sizlarni er va xotin deb e'lon qilaman. Tabriklayman. Mana qara xotin. Sen ham shu birovlarning xotiniga o'xshab erimni boshi og'rib keldi. Shunga bir achchiq qinamasda qilib beray deb o'ylaysanmi, o'ylamaysanmi, a? Sen qanaqa xotinsan ey? Voy. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Shu ichkili o'lgurda tashasangiz bo'lmaydimi? Bir hafta ichmang, tashab borasiz. Sen ham internetga kirmayman, telefon o'ynamayman desang, men ham ishlik tashab boraman. Nima? Bilganingizni qiling. Voy. Ey Xudo. Agar shu boshimni og'riq qolsa, qaytib ichmayman o'ylayga. Hey, sizniki echki qasam hammasi. Ana o shogirdingiz keldi shekilli. Adashmasam. Ustoz. Keling. Keling. Yaxshimisizmi? Keling, uka. Assalomu alaykum. Keling, uka. Ustoz nima qilyapti? Nima qilardilar, Xudoni aldab o'tiribdilar. Kiring, oldilariga. Hozir gaplashamiz. Bo'l, keling. Ustozim. Rahmat, yasha, qo'ling dard ko'rmasin, shogird yaxshisan bo'lsa. O'rgan xotin. Ichmang dedim, basharangizdan qishin bo'lib ketibdi-yu. Ichmang dedim. Men qarang ustoz. Eshitganim bor-da. Shu Zolmonda aroq o'lgur birinchi jigari ketkazar ekan. Keyin buyrakni olar ekanda. Lekin prostataga o'tib, prostatani ham o'ldirar ekan. Prostata o'ldi degani bu kelinga kerak bo'lmay qolasiz keyin. Gapni 3 yil oldin aytishingiz kerak edi. O'chilib kelgan ovozingni. Men zo'rman. Mana uni almashtirish kerak, mana uni yangilash kerak. Ko'ngillari boshqani tusab qoldimi? Demak, boshqasini topgansiz. Xonajin podxod qilmasa, buqa rasxod qilmaydi. Ey Xudo. Iloho amin. Mana shunday eri bilan teppa-teng tortishgan ayollarga go'zal xulqli, muslima ayollar nasib etsin. Allohu akbar. Ketdik shogird. Bilaman kim haqida gapiryapti turganingizni. Ana tentek bloger haqida gapiryapsiz. Mayli, men roziman, uylaning. Lekin u qiz bechoraga qiyin bo'ladigan bo'ldi. Opa-singil bo'lib yashaysizlar. Menga qara u. Ko'z o'ynayli ilon. Meni tushimga kim kirsa, o'sha odam o'ladi, bilasanmi? Tag'in tushimga kirib urmagin. Men guvohman, men bilaman. Ishoning, kenayi. Ishoning. Ana mashhur futbol yulduzi bor Pele. Ustozim shuni tushda ko'rdilar. Ertasi bo'lib qoldi. Keyin ana Jilnovskiy. Ana shuni ham tushda ko'rdilar. Ertasi u ham o'lib qoldi. U ham iltimos ozgina Maradona yashasin. Shuni tushingizda ko'rmaysam, Maradonani ham ko'rdilar. U ham o'lib qoldi-da. Ustoz. Bo'ldi. Yetadi. Menga qara, xotin. Senga shu bugun muhlat beraman. Butun lash-lushingni yig'ishtirib,
bu uydan ketgin. Bo'lmasa tushimga kirasan. Tushundingmi? Voy. Amin. Alloh tur ketdik. Voy, mayli ketaman. Lekin ketish oldidan sizni duo qilaman. Qarang. Mayli, mayli, Ey mayli. Xudojon, erim faqat yonimda bo'lsin. Meni yonimda bo'lmasa, seni yoningda bo'lsin. Alloh akbar. Og'zingdan chiqib yoqangga yopishsin. Alloh akbar, tur ketdik. Shunaqa ham bor bo'ladimikin? Tezda qutuling unaqa ekan, ustoz. Yuring. Men kelguncha uyda qorong'i bo'lmasin. Yuring ustoz. Xudoyimga solib ketaver. Manzilingga tezroq yetasan. Ko'rmaganga olib ketaver. Ko'rmagandek bo'lib ketasan. Assalomu alaykum mening podpischiklarim. Qandaysizlar? Bugun между прочим avtomobilsiz kun ekan shaharda. 22-sentyabrda yana butun jahonda avtomobilsiz kunlar boshlanar ekan. Bugun ham avtomobil minmoqchi emasman, o'sha kuni ham minmoqchi emasman. Chunki mening mashinam yo'q. Jannatim tog'am kelyapti. Assalomu alaykum tog'am. Aleyküm assalom. Ersiramay o'lgur. İşinga borsang bo'lmaydimi? Telefonga qarayverasan. Bor korzinkangga. Klientlaring kutib qoldi-yu. Ha? Ya, sana olmay erga berib yormasan bo'lmaydi. Beraman. Ya tog'a, nuqul shunday urushasiz. Lekin aytganingizni hech ham qilganingiz yo'q. Gapingizni ustidan chiqmaysiz. Meni boshingizga dastur qilasizmi deyman-da. Itkilama, berib joring, onasi mensin. Bundan xafa bo'lma jiyan. Qarayversang, ko'zingga zarar bo'ladimi deb o'ylayman-da. Albatta, bugunmi, ertami, kimdan kelsa ham berib yuboraman. Bor. Jiyan, ishingga bor. Hoppala tog'a. Aytgancha tog'a, men ruschani bor-ku, Toshkentga borib kelguncha pulni o'rganib oldim. Ha. Qanaqa qilib polni o'rganasan? Taksichiga mindim. Taksichi aytdi, "Sohiba" dedi. "Ruschani o'rganasanmi?" dedi. "Ha" dedim. Radiosini shunday buradi. Haligi ustozning jog'i tinmas ekan. Har 15 minut dam oladida keyin radar va spini, radar ni zona, radar na 70, radar na 100, возможно, мобильный радар, гуляш. Zo'r o'rganibman tog'a. Polni o'rganibsan, ha? Ha. Bo'pti, bor, ishingga, bor. Bo'pti. Mayli, xo'p. Telefonda o'ynay yurmagin oma. Ko'zga zarar. Kechirasizlar, aziz muxlislar. Kuttirib qo'ydim, jiyanim sal aliyada. Hop. Nima debdi bo'tga? Hop. Assalomu alaykum tog'a. Men Jazimov Komiljon. Meni ham chiroylikgina qornim bor. Lekin sizniki xuddi paxta tuxvagandek falshifkaga o'xshaydi. Rostdan o'zingizkimi? Ha, o'zimniki shuvoy. Ishonmasang kelib bir ushlab ko'r. Ya. Bosh yorlay deyapti. Shu birinchisini ketish qiyin-da shogird. Ketmayapti. Qiynalyapsiz. Shu joyga bir she'r kelib qoldi-da. Aytaymi? Mahsulot ham buziladi ko'p tursa. Ayol kishi yot kishiga o'ptirsa. Erkak kishi buzilmaydi hech qachon. Arroq ichib qizil labdagi yeb tursa. Oldik. Bu she'rni bir ayting. Boshqa qaytarmagan, xo'pmi? Xo'p. Mayli, qani oldik. Baniyat shifo. Borgan joydan tinsin. Tinmaydi-da. Mana kechaga ichgan arog'ingizni ham yig'lab ko'rishadi. Oldik. Ustozim, mana shu choyxona menga yoqadi. Nega deng? Mana shu choyxonada haqqoniy Xorazmi balig'ini pishirishim. Endi sen ham quloqqa tepmagin. Xorazm qayerda? Bu yer qayer? Bilasanmi buni? Ustoz, men sizni aldaganman, ha? Men sizni aldaymanmi? Mana shu choyxonada Xorazmi balig'ini pishirishadi. Ishonmaysizmi? Qani men xo'jayin, hozir. O birodar. Bir daqiqa.
Assalomu alaykum. Alaykum Yana assalom. qolmanglar, yoqimli ishtaqa. Nima xizmat, nima kamchilik? Ustoz bilan tortishyapmiz-da. Choyxonangizdagi pishiriladigan baliqlar Xorazmniki, to'g'rimi? Albatta, Xorazmlik bolalar o'zi tutib kelib, Xorazmcha qilib o'zlari pishirishadi. Mana qarang uka. Xorazm 1100 kilometr bo'lsa bu yerdan, to'g'rimi? Uni olib kelguncha har qanday baliq ham achib ketadi ukam. Quloqa tepasidan. Amaki, maxsus bochkalarda olib kelinadi bu yerga. Aynan. Xullas ishonmayapmiz-da. Ishonmaysizmi? Ishonmayman. Ishonmaysiz. Yo'q. Oshpaz. Kel bu yoqqa. Assalomu alaykum. Borib aytay azizim, ko'zlarimga to'tiyav kelsin. Meni dey dastipol, ko'rgani ul podshoh kelsin. Men kime aytay do'stlarim, nima ona qildish meni, satba ona qildi yuragim, nima ona. Haqiqatan ham Xorazmdanmisan uka? Aha. Men Xorazmman men. Xonqoliman men. Meni ekan baliq çok. Men ham yoshligimdan it baliq tutib berar edim. Hozir endi yemimni vaqtda tirikchilik. Men aldanman seni men. Men Xorazmman men. Bo'ldi, ishontirding. Endi senga bitta savol uka. Mana shu oshxonada qovuriladigan baliq haqiqatan ham Xorazmdan olib kelinganmi? Yoki, ha? Yo'q, og'a. Bökeden ekkenemiz bu balıklarına. Ve şuradan ekte danyarağa bağımı, şu danyarağını elinden etkilemem ben. Vay. Yolga gapirasan, ha? Kuzing o'ylaymi? Amaki, axir baliq pishirayotgan. Tutib kelayotgan Xorazmlik-ku. Vijdonsiz. Shu bola mard ekan. Shunga o'xshab rost gapirsang bo'ladi-ku. Aka, axir men Xorazmlik emasman-ku. Menga qara, menchi yolg'onchi, firibgar odamlarni yomon ko'raman. Chunki men halol insonman. Yaqalik kelingan. To'xta. 5 barmoqmi, ana eng qimmat ovqating bor-ku. Hozir olib keldilar. Oldimga tush. Men seni bu yerga nimaga ishga olganman? Ozmoz yolg'on gapirib tursa bo'laveradi. Ben yolg'on ish bilmayman men og'a. Qanaqa qilib klient yig'aman? Men Xorazmlik. Oldimga tush. Vijdonsiz. Ustoz, ana labingiz qizarib qopti. Labingiz qizarib qopti, artib oling. Ustoz, bilasizmi? Susmiz, juda ham susmiz. Ba'zi bir firibgarlar bizdan o'tib ketishyapti. Yangi bir yo'llar topishimiz kerakmi? Meni boshim qotgan. Men aytgandek, Habib aka borki, olmasdik. Kartochka kelgan. Shu molini bozordan qaytarib olib keldi-da. Molni qaytarib olib keldi deysanmi? Menda bir yaxshi bir g'oya bor. Soqqalimi? Soqqal. Yo'lda aytaman. Abbaka! 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 Bor! Abjolaka! Abbaka! Bor aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimi, odammisan? Kartoshkalar qalay, bo'lyaptimi? Ha, rahmat, yetishtirib oldim. U haligi bir sigiring bozordan qaytdi deb eshitdik, shunaqami? Ha, bu qora bo'lganda past narsa so'rashdi. 8 million bo'lsa ham berib yuborardi. Shunaqami, sakit. Men qara, shogird bir ko'rib kechish molini ma'qul bo'lsa olamiz-da. Mayli. Men qara, o'zi ko'rib keladi, yaxshi tushunadi molni. Bu nima bu 8 millionga? 8 millionga bermadi deysanmi? Berib yuborardim. Bu necha marta qaytdi bozordan? 3 marta qaytarib keldim. Uni oxirgi 3-martasida itam so'ramadi. Attang. Buni bilasanmi, haligi mol o'sha 3-marta bo'lgandachi sotib olish kerak edi-da. Men sizga aytdim-ku, 3-marta olib borganimda itam so'ramadi. Darvoq, haligi 3-marta
olib borib sotmasa nima bo'ladi? Eshitmaganmisan? Yo'q. 3-marta bozordan qaytgan mol o'ladi. Ha, o'ladi. Bugun necha kun bo'ldi qaytgan ekan? Bu 3-kun. Esin attang. Mana shu voqeadan shu. Ha, shu bu karatgan. Ana, bildiryapti. Bugun o'ladi. Ya og'zingizdan chiqib yaqangizga yopishsin, irim-jirimga men umuman ishonmayman. Ha, yaxshigina yuribdi-ku. Sen eshitmagan ekansan-da. Bu narsa hayotda tasdiqlangan narsa. Yurib ko'raylik, yur. Ha, shogird. Ustoz kelyapsizmi? Aha. Ustoz, gapdan aytaymi? Aha. Gapdan gali bu molni olmaymiz. Bu mol 2 soat yo 3 soatda aniq qoramadi. Ana, shunaqa ham xunuk bo'ladi. Shoxini qarang. Hey, Nega harom bo'ladi? Suv ichib hashak yeb yotibdi-ku, tog'am, bu ko'ringsiz. yo'q aka. Molni siz tushunasiz, men tushunaman. Ha? Menga qarang. Bu molingizni jigari erib ketgan. Ana qon boru, go'shtiga ham singib ketgan. Va so'ying. Qizil qonga o'xshagan go'sht chiqadi. Itga tashlang. Icham yemaydi. Mana qarang, og'zi bundan qon kelib ketyapti. Mana og'zi bundan qarang, qon. Ko'ring. Bo'lmagan gap, Mana qon. Hash. Nima qilaman endi? Dehqonchilik kartoshkamni teraman deb kartoshkamni og'rib sigirgan qoramabman-da aka. Olmaymiz. Olsa kuyib qolamiz. Jon aka, aytgan narxlaringiz sotaman. Harom bo'lib qolmasin. Juda mehrim tushib bo'lgandi bu sigirga. Jon aka, harom bo'lmasin. Oylar olsin. Halol insonga o'xshaydi. Bir baraka qilib ko'ring, savdolash. Rahmat. Menga qara uka, mayli, yig'lamagan. Bilaman dehqonchilik endi quloq soldi. Bunday qilamiz. Bu moling o'sha uyga borgancha o'lib qolishi aniq. Lekin bilasanmi, qanaqa narx desam ekan? Uyimda bitta 3 oylik katta qo'zim bor. Juda ham katta, fildek, ha. Ana o'shani beraman. Shunga rozi bo'lsang olib ketamiz. Endi men ham nima qilardim? Haligi kalbasa sexingiz bormi? Shu halol qilib shunga oboramiz, suyamiz, kalbasa sexiga tiqamiz. O'zim sexim bor uka. Bor ekan. Ozgina qo'shalmaysizmi? Jon uka, xolasang shu. Rahmat aka. Chiqilib harom bo'lib qolmasa bo'ldi, men roziman. Baraka. Yetak. Olib chiqib bering. Olib chiq. Stop. Yur janobar. Lekin Abjon aka, rozi bo'ling. Roziman. Rahmat sizlarga. Ol shogird, ol. Olmam buni xayrli bo'lmasa. Omon bo'ling. Qani? Rozi bo'ling. Aka, rozi bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'sh. Bo'p. Bo'ldi, ketaveringsiz, ketaver. Bo'pti. Ustoz. Kallangizga qo'y. Nima degani qo'y? Kallangizga qo'yil. Qarang, ana Abjon akaga o'zini qachon olib kelgansiz? Qo'zi? Qanaqa qo'zi? Ey, 1 kilo 2 kilo sassiga beramiz-ku, moling harom o'ldi deymiz. Buni tezroq sotib, pullaginda haligi sohibaniki sovchilikka borishimiz kerak. Ketdik. Ustoz, menga qarang. Bitta barimga bo'lsa. Rahmat. Sizdan xosiz, ustoz Daho. Qozonim har kuni siz bilan topilgan halol go'shtga qaynayapti-da, ustoz. Ana navaralaringiz bor-ku, bobomning umri uzoq bo'lsin. Bobom o'lmasin duo qilaman. Rahmat. Sizga qo'ydi ustozim. Menga qara uka, halollikni nima yetsin? Bu kuch qudrat yomon niyatli odamlar uchun kerak. Pul topish uchun shu aql ishlasa bo'lgani. Lekin nima bo'lganda ham kuchli bo'lgin, kuchli. Nega ustoz? Chunki bu dunyo zaiflarni qabul qilmaydi.
Ha, soqib qalaysan? Yo'q. Jag'aman. Seni menga jag'asan. Ey. Nima deyapsan? Sigaret yo'q deyapman, tentak. Ber o'zingga qo'y. Ey, sen o'zing tentaksan. Men professorlaringdan ham aqlliman. Uni buni qo'y. Issiqni qara, yondiraman deydi. Ha, bu issiqda erga teshnaroqda tursin, hatto uchrashuvga chiqishga ham odam erinadi. Hey, men qara. Bizning uyda elektr ochdi, sizlarga ham ochdimi? Ey, jinnimisan, tentak desam xafa bo'lasan. Bitta mahallada turamiz u. Qani ishlar qimmatlashyapti. Uyda konditsionerni yo'q olmayapmiz. Undan ko'ra mashinaniki arzon tushyapti. Ko'p vaqtni mashinada o'tkazyapman. Ya hormachiya. Assalomu alaykum tog'ajonim, jannatim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jiyan, biznes qalay? Yaxshimi? Ay, chidasa bo'la. Ey tog'a, Ha. men pasportimni almashtirmoqchiman. Nimaga tinchlikmi? Bunday ochib qarasam, shu necha yildan beri ko'rmagan ekanman-da, meni ayol deb jozib qo'yibdi. Axir men qiz bolaman-ku. Nechima? Erga tegsang, almashtirishni keragi bo'lmaydi. Kakras shu temada gapiraman deb kelyapgan edim. Parvondan sovchi keldi senga. Ya, uni xotini bor-ku. Ketibdi. Ko'ch ko'ronini olib ketibdi. Ha. Mahrga nima beray deyapti. Mahrgami? Gelik. Sen kallang ishlaydi. Tentaymisan jiyan? Yosh qizlar ham hozir gelik so'ramayapti-yu. Sen insof qiyin-da. Ey tog'a, ana shu yosh qizlaringiz bor-ku tog'a. Hovli supurishda, molning ostini tozalashda, kir jo'shni bilmaydi, po'xni ham bilmaydi. Men bor-ku, agar non jovish bilan ovqat qilishni bilib olsam bor-ku, menga yetadigani yo'q. Sohiba, kelinlik nima u? Ey, o'zim ham bilmayman, ana internetda yosh qizlar gelik deb yotadi, shunga aytdim-da. Sen narigi mahalladagi ana halqabotlik Ergashalning o'g'li emasmisan? Ha, shu. Oilang juda yaxshi. Hamma hurmat qiladi, lekin familiyalaring xunukda, aliya. Ko'k Noriyev. Shu familiyami? Nima qildi to o'z familiyangiz-chi? Haydarov Marhamat Qoraxonovich-ku. Ovozingni o'chir. Nima qilib tilingga nima qilmasdan? Sen nomahramni oldinmi nima qilyapsan? Ha? Nima qilyapsan? Men biroz kola so'radi, kola olib keldim. Sen sinfdoshmisan, jiyanimga kim bo'lasan? Men jiyaningizni onalariga ukalari deyman. Oting nima? Salim mani oti. Ha, men olim deb o'ylabman. Haliga shkaf tuzatadigan. Endi jiyan gelik degani bu men senga aytsam haliga motoroller bor-ku, orqada yuk yuklaydigan. Shu. Ha, men tupay deb o'ylayapsan, tog'a? Men ham shunday deyapman-da. Shunday material olib kelsa bo'ldi, men rozi. Bo'pti. To'yga tayyorgarligini ko'rgin. Baxtli bo'lgin. Dadangga salom ayt. Xo'p. Xudoga shukr. Sohiba, to'ylar muborak. Boda gülən mübarək. Boda gülən mübarək. Şuna qo'ygin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, dadajonisi, to'xting. Oyog'ingizni to'g'rilaking. Maryam Mamat aka, farmonni cho'risi bo'lib yurganimda shunaqa bo'lar ekan deb yurgan ekanman. Bunaqa bo'lishini endi ko'rdim, dadajonisi. Dadajonisi degin. Dadajonisi. Sizni birpas ko'rmasam sog'inib qolyapman. To'g'risini aytsam, men ham seni yaxshi ko'rib qoldim. Farmon seni haydab yuborganiga bechora rosa pushaymon bo'layotgan bo'lsa kerak-a. Voy, Maryam Mamat aka yaxshi ham haydagan ekan. Zato sohiba jiyaningizga yo'l ochildi. To'g'ri aytasan. Nima deb o'ylaysan? Jiyanim baxtlimikin? Voy dadasi, bilmasam, agar ishdan vaqtliroq kelsangiz borib ko'rib kelamiz. Nima dedingiz? Bo'pti, men u vaqtlik qaytishga harakat qilaman. Bo'ptimi, jonim? Maryam Mamat aka. Ha? Meni o'pib xayrlashmaysizmi? Ya, shu yoshda javob uyat bo'lar endi haliga.
Bo'pti, ko'zingizni yumingchi. Voy, Maryam Mamat aka bu yog'idanchi. Oy. Voy, shunday mayinsizki, hatto maylovingiz borligi ham sezilmaydi-ya. Bo'pti, bu vaqtga chiqishga harakat qilaman. Bo'pti, Maryam Mamat aka yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xushkepsizlar. Nima buyurasizlar? Va alaykum assalom. Nima ovqatlaringiz bor? Ovqat milliy taomlar, hamma ovqatlarimiz bor. Birinchisiga sho'rva, lag'mon, mastava, ikkinchisiga jiz, qiyma shashlik, tovuq shashlik, jigar shashlik, qozon kabob. Bizga yarimta sho'rva, yarimta non bering. Ikkita yarimta sho'rva, yarimta non. Salat kerak emas bironmi? Ha, yo'q, hech narsa kerak. Ha, yaxshi. Xo'p bo'ladi. Tezlashib bering. Xo'p bo'ladi. Dadasi, rosa ham qiyma shashlik yegim keluvdi. Bir dona olib bera qoling. Onajonisi, pulimiz ikkita yarimta sho'rva yo'l kiriga yetadi xolos. Mayli, lekin anchadan beri yegim kelib yuribdi. Kelasizlar albatta olib kelasiz. Albatta. Bitta emas, ikkita olib beraman. Xotinjon. Alo. Eshitaman. Ha, manman. Rostdanmi? Baraka toping, rahmat sizga. Rahmat. Azizlar, 12 yil deganda mana endigina farzandli bo'ldim. Ofitsant, hammaga o'tirgan man nomidan ikkitadan qiyma kabob. Tarqating. Olib keling hammaga. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Mumkinmi? Anvardan keling. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Aka, bitta narsaga hayron qoldim. Hozir o'rningizdan turib, ana 12 yil deganda farzandli bo'ldim. Ha. Hamma gap shashlik debordingiz-ku. Sizni 5-6 ta bolangiz bor-ku, aka? Yo, boshqa birorta yangam bormi, a? Yo'q, gapim emas. Bu masala keladigan bo'lsak, xotini qiyma kabob yegisi kelib qoldi. Kimning xotini? O'tiruvdingmi hozir? Ha, orqada o'tirgandami? Oila o'tirdi. Ha. Yerida esa puli kamroq bo'lganini eshitib qoldim-da. Ha. Shunga kim bu yolg'onni o'ylab topdingiz? Ha. Xo'p, shu xotinni o'ziga olib berib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Nega hammaga olib berdingiz? O'sha oilani o'ziga olib berganimda eri ayolning oldida xijolat bo'lib qolardi. Shuning uchun hammani birdek mehmon qildim. Meni pulim ketsa ketsin, lekin bir erkakning izzat nafsi sinmasin. Ochlarni qornini to'ydirganingiz uchun rahmat. Ochlarni qornini to'ydirish oson, lekin biz to'qlarni qornini to'ydira olmay ovoramiz. Bittalik dadaymi? Qani? Bir chigirtka 1 sakrabdi, 2 sakrabdi, 3 sakrabdi. 5, 6, 8 sakrabdi. Keyinchi? Chigirtka bo'lgandan keyin sakraydi-da. Mana anjada aytib beraymi? Bir ayol alkash yigitni olib kiribdi-da. Rosa ichiribdi. Alkash ichib to'ygandan keyin chiqib ketaversa, balkim qolarsiz debdi ayol. Kechirasiz. Men alkashman, bablik emasman dermish. Ana shu o'zingiz bo'lsangiz kerak-da. Menga qara. Shu sendan bitta iltimosim. Shu ikkalamizni oramizdagi sirni birovga aytma iltimos. Bekarga pishagam ot-tappa chiqmaydi. Men senga axir har kuni $100 ham beryapman. Ha? Uningiz kam. Menga $300 dan berasiz. Hech bo'lmasa shu puldan hadini qadlang. Nafsing yomon hakalag otyapti deydi ham. Deng. 1 2 3 ma. Rahmat. Laqma er topganimdan xursandman. Doktorga o'zimni ko'rsatmasam bo'lmaydi shekilli. Bunaqada xona beram bo'laman. Unday qilsangiz internetga tarqatib beraman. Meni biznesimni o'ldiryapsiz.
Menga shunday er chaqadi, между прочим. Ye. 2 yoshga baxt va omadlar bersin. Shirin shirin farzandlar bersin. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bismillah. Ilohim, yoshlar baxtli bo'lsin. Shirin shirin farzandlar bersin. Xush kelibsizlar mehmonlar. Ha, qalaysan? Xotinimning eri. Yaxshimisan? Og'zingga qarab gapir, Parmon. Bu mani haqli nikohli xotinim. Bunisi jiyanim, mana seni xotining. Kuyov, bizni jiyan sizni qiynab qo'ymayaptimi? Dunyoliklarni qarang. Sizga qaynona bo'laman deb hech o'ylamagan ekanman. Xudoga shukr, bizda hammasi yaxshi. To'g'rimi, xotinjon? Ha, biz yoshlar juda baxtlimiz. Er qora jer degani biyiklar gap ekan. Ey, er tog'a, pulmanba ekan. To'g'ri. Ha, endi xudo xohlasa biz farzandli bo'lamiz. Qandaymi xotin? Qachon? Qayerda? Nimaga? Ha. To'g'risini aytsam, men baxtliman. Sizlarni baxtlilarini ko'rib, xursand bo'lib ketdim. Xudoga shukr. Tog'a, yuragimda g'ashlayotgan bir narsa bor-da. Gapir, nima gap? Pasportimni o'zgartiraylik. Ayol degan joyi yoqmayapti-da. Nima? Sen beni sotding-a? Sotding-a, megajin? Endi sana. Men sizni qachon sotdim-ey? Agar qiz bola bo'lmay ketay sotgan bo'lsam. O'shiraman seni. Tirya qo'lingdan. Stop. Menga qarab o'tgan ovozingni. Meni ham har doim shunaqa qilib so'karding. Men hammasini tushundim. Gaping rost ekan. Qara. 100 million so'm pul berasan. Ikkinchidan, ana kalbasa sexingni jiyanimning nomiga o'tkazib berasan. Bo'lmasam butun dunyoga tarqatib yuboraman. Managa. Yo'q. Yo'q, bo'lmaydi, bunaqasi bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Yo'q! Hayret tushmadim. Voy dadasi, nega baqirdingiz? Tinchlikmi, yomon tush ko'rdingizmi? So'rama. Juda ham yomon tush ko'rdim. Hozir dadasi, men sizga sovuq suv olib kelaman. To'xta. O'zimni ko'z oynakli zaharsiz iloncham. Bugun kun nima? Seshanba. Farqi yo'q. Hammamni tayyorlayver. Tog'a, aytib yarashadi sizga, sen nima deysiz? Ketdik garson. Pul topish uchun shu aql ishlasa bo'lgani. Lekin Tog'a, Mol. tog'a. bitta so'z qilsam qo'yib bitirma. Uni alkashlar yozganmiz. Nimalar? Qo'lim qolib ketdi. Radiosini shunday bir Rahmatga qornim bosamanmi? Qornim qanaqa? Bu ham demokratda. Keyin javob ko'rsatamiz agar javob bermaysiz. Yaxshimisiz, gapirib bo'lmoqda. Assalomu alaykum. Kelingizlar. Shirin farzandlar bersin. Katta onam, ikkalasiga ham as, kelingizlar rahmat etib Nimaga salom oxirigacha bering? Zamonlar boshiga misol